Assalomu alaykum. So'nggi haftalar mobaynida O'rta Chirchiq tumanida amalga oshirilgan islohotlar hamda tumanimiz yangiliklari bilan hafta dayjest orqali tanishing. 7-avgust kuni Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev, Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev hamda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarma boshlig'i Abdug'afur Ahmedov va bir qancha korxona va tashkilot rahbarlari ishtirokida O'rta Chirchiq tumanida rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. O'rta Chirchiq tumanida mebelchilik sohasida faoliyat olib borayotgan tadbirkor va ishbilarmonlar bilan rahbarlar ishtirokida muloqot bo'lib o'tdi va hozirda O'rta Chirchiq tuman brendi yaratilmoqda. Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida erkin kurash sport turi bo'yicha tashkil etilgan jahon chempionati musobaqalarida O'rta Chirchiq tuman farzandi Behruz Ashirov bronza medal sovrindori bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vaziri kubogi uchun tashkil etilgan jasorat va matonat musobaqalarida O'rta Chirchiq yoshlari 2-o'rinni qo'lga kiritishdi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan belgilab berilgan rahbar va yoshlar uchrashuvi har payshanba kuni O'rta Chirchiq tumanida bo'lib o'tmoqda. O'rta Chirchiq tuman hokimi Ixtiyor Kasimov Uyg'urchi mahallasi, Yomg'irchi ko'chasi faollari va aholi vakillari bilan ochiq muloqot o'tkazdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Tadbirkorlar kuni munosabati bilan bir guruh soha vakillarini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga ko'ra O'rta Chirchiq tumanilik Davron Rahimov, Ziyodaxon Xudoyberdiyev va Yorqin Boboxonovlar davlat mukofoti bilan taqdirlandi. O'rta Chirchiq tumanida aholining mavjud muammolarini bartaraf etish hamda takliflarini o'rganish yuzasidan haftaning har juma kuni O'rta Chirchiq tuman hokimi Ixtiyor Kasimovning xalq qabuli bo'lib o'tmoqda.